Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistonda joy namoz va diniy kitoblarni kuydirgan. İctimai uchur vositalarida Xitoy xalq to'ri tarqatgan ikki parcha surat tarqaldi. Suratdagi ko'rinishlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistonda yig'ilingan joy namoz va diniy kitoblarni kuydirgan. Xitoyning hayot organizm setishni tijorat qilib olganligi fosh qilindi. Xitoyda hayot organizm operatsiyasi allaburun tijorat ishlab chiqarish shakliga o'zgarib ketgan bo'lib, 160 doktorxonaning hayot organ operatsiya iltimosi tasdiqlangan. Bu shaklda rivojlanib kelayotgan hayot organizm tijoratining manbasi zodi nada? İzdiraksiz yo'qolib ketayotgan mazlumlar va mahbuslarchi. Ular zodi nada? Kataloniya mustaqillik e'lon qildi. Kataloniya parlamenti maxfiy bilet tashlash usuli bilan Ispaniyadan ayrilib chiqib mustaqillik e'lon qilish qarorini tasdiqladi. Xalq partiyasi Kataloniyaning Ispaniyadan ayrilib mustaqil bo'lishiga qarshi chiqdi. Sotsialistik partiyasi bilan Yurtdoshlar partiyasining vakillari ovoz berishni boykot qilib, parlament binosidan chiqib ketdi. Bilet tashlashda 70 ovoz qo'llagan, 10 ovoz rad qilgan, 2 ovoz betaraf bo'ldi. Amerika Birma armiyasi bosh qo'mondoniga ogohlantirish berdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Rex Tillerson Birma armiyasi bosh qo'mondoni Anxilanga telefon qilib, uni arakanlik musulmonlarga qaratilgan zo'ravonlikni to'xtatishga chaqirganligini ta'kidlab mundaq dedi. Arakan rayonida davomlashayotgan zo'ravonlik voqealariga xotima berishga hamda arakanliklarni o'z ichiga olgan uy makonlarini tark etishga majbur bo'lgan insonlarning bexatar holda qaytishi uchun fursat yaratib berishga chaqirdi.